Kızlar, assalomu alaykum qizlar. Hozir bizga mana yangi nabicho'kumizga, yangi hamkorimizga Salux nabori fioletovosi keldi. Ochdik mana. Tabriklayman. Zo'r nabor oldingiz. Hali hech kim bilmaganda. Yonidagi narsalar bilan. Sekin ochamiz. Mana turgan zo'r ekan. Dahshat ekan. Mana penka. Bu yuz yuvadigan penka. Mana to'niga. Mana to'ni. Yuz yuvgandan keyin paxtada artiladi. Quritib, yuzingizni quritasiz, bunda yuvasiz, bunda quritasizda, yuzni artasiz. Artganingizdan keyin to'nik yuzni tishyuklarini kirish uchun, krem kirish uchun tishyularni ochib beradi. Ta'minlab beradi. Keyin bunda ketmagan nimalarni bu ketkazadi. Bunda ishlatib turib, buni ishlatsangiz, paxtangiz qoraroq chiqadi. Bu chuqur. Endi qarang, mana losyon. Bu losyon. Qarang, buni yo'q. Bu yuzga. Bu hammasi nabor yuzga. Tonik sal qurilmasdan oldin losyon surkasiz. Bu ertalabki uxol. Ertalabki ishlatasiz buni. Keyin ko'chaga chiqadigan bo'lsa, solni zashitka ishlatasiz. Endi mana essensiya. Essensiyasi mana tonik losyondan keyin buni surkaysiz. Tushundingizmi? Bu kechqurunda. Essensiya kechqurunda. Endi bu yerda hozir mana ko'z atrofiga bir moshtagini olasiz, urasiz, soat stelkasi bo'lib urib chiqasiz. Qattiq surkamas, shuni urib chiqasiz. Tushundingizmi? Mana bunisi nasabukdi. Mana etingizdagi nimalar uchun? Mana etingizda ajin tushmasligi uchun mana shuni o'ziga shunaqa narsa qo'ydim. Ko'rdingiz 5 gram 3 xil idishda. Mana 3 ta. Salux nabor bu shunaqangi zo'rki, aristokrat ayollar ishlatadigan mahsulotni sizga hamkor bo'lganingiz uchun sizga sovg'a sifatida berib qarang, bu 10 penka, tonik, losyon и essensiya. Bu ajin yo'qotuvchi essensiya. Ajin. Mana hozir siz yuzingizda ajin yo'q, lekin yuzga nima yo'q bu? Ha, yuzga. Mana losyondan keyin kechqurungi yuzga. Bu 1, 2, 3 kunduziga qilasiz, kechqurungi essensiya qilasiz. Tushundingizmi? Shuni buni ham shuni olasizda, bosasiz, mana nimasi bor ekan. Ozgina olasizda, urib bitingiz urib chiqasiz, qattiq chiqadi. Bu yosharish sizda hali qarilik nimasi yo'q, lekin sizga shunaqangi zo'r narsaki, siz yoshingizga zo'r narsaki, qarishi oldin oladi. Yuzingizda yetishmagan mineral, makro elementlarni beradi, keyin yoshartiradi. Keyin buni ishlatgandan keyin обязательно solni защитка ishlatish shart. Keyin bitta nima avvaling scrub peeling buni ishlatishda jarayonida, bu ishlash jarayoni bir haftada 2 marta peeling ishlatasiz. Yuzni peeling nimaligini mas'ul tozalaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, tabriklayman. Zo'r. Tikka qilingchi ustoz. Mana tikka qilingchi. Mana qizlar.